Muborak haj safari nafaqat jismoniy, balki ma'naviy poklanish, axloqni sayqallash, insonning ichki dunyosini o'zgartirish va yangicha hayotni boshlash demakdir. Ma'rifiy suhbatlarda avvalo haj ibodatining fazilatlari, uning inson qalbi va hayotidagi ma'naviy ahamiyati, bu muborak safarning har bir lahzasini g'animat bilish lozimligi haqida atroflicha so'z yuritilmoqda. Ulamolar hojilarni yaratganning beqiyos ne'matlariga shukrona keltirishga, muqaddas zaminlarda vaqtni behuda o'tkazmasdan ko'proq toat, ibodat, Qur'oni Karim tilovati va duolar bilan mashg'ul bo'lishga chaqirmoqdalar. Shuningdek, suhbatlarda hojilik odoblari, sabr, toqat, bag'ri kenglik, birodarlik, hamjihatlik kabi fazilatlar haqida ham ta'sirchan fikrlar bildirilmoqda. Ayniqsa muqaddas maskanlarda o'zaro mehr oqibatli bo'lish, ota-onaga ehtirom ko'rsatish, farzand tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish, yosh avlodni ilm va ma'rifat, halollik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalariga ham keng o'rin berilyapti. Prezident hojilari bilan bo'lib o'tgan muloqotda ham ona vatanga muhabbat, milliy va diniy qadriyatlarga hurmat, yurtdagi tinchlik va osoyishtalikning qadriga yetish, mustaqillik ne'matini asrab avaylash, adashganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, yoshlarni ilm, ma'rifat va ezgulikka targ'ib etish kabi mavzularga to'xtalib o'tildi. Prezidentimizdan Alloh rozi bo'lsin. Siz azizlar uchun shunday bir mukofotni loyiq ko'ribdilarki, bular shu vatan uchun xizmat qilgan fidoyilar, yurt ma'naviyatchilari, yurt ma'rifatchilari, yurtga, vatanga xizmat qilgan bu aziz yurtdoshlarimizga nafaqatgina bu dunyoda, balki oxiratga ham birga olib ketadigan tuhfani qilamiz deb hajni berdilar. Chunki bu amal bu dunyodagi emas, oxiratniki. Yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin. Allohim sizlarning ibodatlaringizni maqbul qilsin. 38 milliondan ortiq aholining ichida prezident hojisi maqomiga men lozim topilibman. Shuning uchun men juda hayajondaman. Imomlarimizni suhbatlari qalblar o'rtan turadi va shunda haqiqiy ma'rifiy, haqiqiy ma'naviy, haqiqiy qalbni o'rtan turgan suhbatlar bo'lyapti. Suhbat nimaga bo'lyapti? Shukronaga qaratilgan. Suhbat muhabbati ota-onani, vatanni sevishga qaratilgan. Suhbat muhabbati bu kunni ehtiyot qilishga qaratilgan. Tibbiy xizmatlar oliy darajada. Mabodo qon bosimmi yoki birortaga murojaat bo'lsa, zudlik bilan doktor kelyapti, undan qarashga. Yurtboshimizga o'zim oilamdan rahmat deb va ta'zim qilaman. Albatta bu bo'layotgan hurmat, bu bo'layotgan ishonchni biz albatta hayotda tatbiq qilamiz. Qayerda tatbiq qilaman? Oilamda. Qayerda tatbiq qilaman? Mahallamda. Yurtboshim tinchligini saqlab beryaptilar. Xotirjamlikni saqlab beryapti. Biz yurtboshimizni ishonchdan oqlaydigan bo'lishimiz shart. Muhtaram prezidentimiz meni ham mana shu 100 talik prezident hojisi safiga qo'shibdilar. Men u kishidan juda ham minnatdorman. Mana bu yerda har safar ma'rifiy tadbirlar bo'lyapti. Yurtimizda tinchligi, yoshlar tarbiyasi, oilalardagi ajrimlarni oldini olish bo'yicha juda ham yaxshi suhbatlar bo'lyapti. O'zimizga juda ham bir katta narsalarni olyapmiz deb aytdi. Ilohim muhtaram prezidentimiz sog' bo'lsinlar. Ziyoratchi ayollar uchun ham alohida ma'rifiy uchrashuvlar tashkil qilinib, soha mutaxassislari tomonidan xotin-qizlarga xos shar'iy masalalar, haj va umra ibodatida ayollarga tegishli hukmlar, oilaviy munosabatlar, farzand tarbiyasi va islomiy odob axloq mavzulari atroflicha tushuntirilmoqda. Bilimlarimizni oshirganmiz, Ka'batullohlarga kiryapmiz, haramlarga bordik, nafl namozlarni, ibodatlarni qildik vaqtida. Ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar tashkil bo'lyapti. Bularda biz aktiv ishtirok etib, o'zimizni qiziqtirgan savollarimizni, o'zimizni muloqotlarimiz bilan ishtirok etib, biz ancha bilimlarga ega bo'lyapmiz. Prezidentimiz omon bo'lsinlar, sog' salomat yursinlar. Mana shu tadbirdan men o'zimga xulosa chiqardimki, ertaga men xudo xolisa amallarni bajarib o'tsam, albatta kelajakda men yana qanaqa ishlashim kerak, shunday ishonch qanaqa qilib men oqlab bera olaman degan maqsadlarni oldimga qo'ydim. Faqat biza 100 talikka, balki butun O'zbekiston haj amalini bajarib kelganlar hamma duoda. Yurtboshimizni hamisha tanlarini sog' qilsin, ilohim umrlarini uzoq qilsin. Ma'ruzalar va suhbatlar yakunida yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, mamlakat taraqqiyoti, yoshlarimizning baxt va istiqboli uchun duolar qilinyapti.
Yurtimiz ziyoratchilariga dinimizning 5-ruknini mukammal ado etishlari uchun ruhiy, ma'naviy va tibbiy xizmatlar ham yuqori darajada tashkil etilmoqda. Bu yil ham 15 ming nafardan ziyod ziyoratchilarning sog'liqlarini doimiy kuzatib borish, zarur tibbiy xizmatlarni ko'rsatish uchun 50 nafar oliy toifali shifokor hamrohlik qilyapti. Makka shahridagi mehmonxonalarda tashkil qilingan qabul bo'limlarida shifokorlar ko'rigi davomida zarur maslahatlar berilib, dori-darmonlar bilan ta'minlanmoqda. Ayol, erkaklar uchun alohida statsionar, tibbiyot punktlari va tez yordam mashinalari xizmat qilyapti. Prezident hojilari uchun ham shifokorlar tunu kun xizmatda. Ularning holidan doimiy ravishda xabar olinib, zarur maslahat va tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Mazkur tibbiy xizmat markazlarida bir vaqtning o'zida jami 100 nafar bemor yotib davolanishi mumkin. Shuningdek, ularda muolaja uchun kerakli jihozlar va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishda barcha imkoniyatlar mavjud. Birinchi yordam ko'rsatish uchun mamlakatimizdan yetarli darajada dori-darmonlar olib kelingan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, haj ibodatining eng asosiy rukunlari ado etiladigan Mino, Arafot va Muzdalifa vodiylaridagi chodirlarda mana shunday tibbiyot markazlari hojilarimizga xizmat ko'rsatadi. Qahramon Jamolov, To'lqin Shamsiyev, Saudiya Arabistoni, Makka shahridan Axborot 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.